hayat bergenleringe. Bizni to'rdoshlar ishqinglar ne munosabat deb bak so'rab ketadi-ku. Bizga burun ergishib olganlar bizni yaxshi taniydi. Biz er ayol. Pashaxonniki asli ismi Nurgul. Bu Pashaxon degan to'rdagi ismingiz. Biz bu savollarga biz burun javob berib bo'lgan. Lekin har qatim film ishlaganda bu ishqinglar ne munosabat deb so'ralayvergandan keyin javob bermaydigan bo'lib ketgan. Shunaqa. Lekin bugun biz mush varlik munosabati bilan hamda meni Mayra Adamning bir ziyorat qilgan bir programmamiz bor. Shu programmani ish bilan birga ko'rgach, mush to'rdoshlar qiziqadigan mush ikkimizning munosabati mush savollarga biz tunji qatim bir film ishlab bir javob berib qo'yaylik. Bu programda Mayra Adamimiz buna ustalik bilan ziyorat qildi sizni. Sizning ifodangiz shunda bir xilligi yaxshi ham shunda ta'sirlik zodi salobatga chiqdi. Bu ziyoratga kelgacha azroq jiddiylashgan temda. Lekin chiqdigan Mayra Adamning endi o'tadim. Vash qilib qo'yibdi meniki jiddiyligim uchun. Xuddi ishimiz o'tirib paranglashgandek, lekin paranglashdik. Bu ziyorat ham meningcha shundaq ichimdagi gapni degizaldi. Ham bir psixikalik darsdek bir chiqib ketdi bu ziyorat. Masalan, mening mush xizmatimda istifa berganimni shu vaqtida nurg'unlar odamlarningki kallasi o'tmagan. Mush to'rdoshlarning kallasi o'tmaganlari jiq. O'tmaganlar jiq. Lekin mush oyog'ini kiygan odam o'zi biladi. Shunga mening hozirgi kelgacha hamda 3 yil bo'laydi istifa berganim mana. Bu hayotimda eng to'g'ri qilgan qarorim mush xizmatimda istifa berganim deb qarayman. Men ömrümde tunji qatim hech kimni o'ylashmay, hech kim bilan karim bo'lmay, o'zim kuch bilan chiqargan qarorim bor. Ham meningki yangi hayotimniki birinchi qadami, birinchi ishki bo'lib hisoblayman. Bu mening hayotimga bo'lgan ahamiyati pek cho'ng. Lumnur shukur suratlik tash yo'lini demak, Mavlanjaninim siz lahildingiz. Bu endi jami 13 bilek bu qatnashchi. 13 bilek mushningki birinchi, ikkinchi bilekninki geologiya xizmatiga men mas'ul bo'lgan. Demak, ash yo'llarda maqsaq Mavlanjanning ajri bor deb darizlardan qanday bir qarab qo'yishimiz kerak ekan. To'g'ri. Shu voqeada boshqalarni faxrlantiradigan o'zim u voqeada o'ldi deb qaradim-chi. Shuningga hozirgi men haqiqiy o'zim bo'lib yashayotgan Mavlan 2 yoshga kirdi. Ben hazır 2 yaşlıq kichik boladek o'zimningki yaxshi ko'rgan odamlarim bilan birga yashaydigan, yaxshi ko'rgan narsalarımni yeydigan engiz programmalarda o'zimningki taratqullarimda yaxshi ko'rgan gaplarimni deyoladigan jumladan mening yashashga endi vaqtim chiqdi 2 yil bo'ldi degan gap. Her birimizniki ikki hayoti bo'ladi ekan. Birinchi hayotimizda yo'liqqan butun mushu mushkulotlar, mushu hayotning bir to'lg'ug'i bo'lib, bizni ikkinchi hayotga mendaq tug'dirdi ekan. Biz ikkinchi hayotga tug'ilgandan keyin shuni his qildik-ekanmiz, amaliyat ikkinchi hayotini yashayotganlar bekjiq ekan. Masalan, psixologiya o'rganib lekinmiz Karl Jungnikin o'rgandik. Bumi 40 yoshda ikkinchi qatim tug'ilgan ekan. Keyin biz falsafa o'rganib lekin Sokrat bilan olinib qoldik. Umi Mushu tug'ut anasi deb ism qo'yib olib o'ziga. Maxsus men xalqlarni tug'diraman deb mushundaq kuchab ketgan bir paylas o'tgancha. Shuningga bu ikkinchi qatim tug'ilish deganlik bu men ijod qilgan gap o'xshaydi deysan. Va almisaqdan tartib paylasoflar, psixologiyalar bor gap ekan-chi bu. Biz mushu ikkinchi ishdan kirgandan keyin andin mushu ishning ichidagi, mushu hayotning ichidagi odamlar bilan tanishib, andin yangi bir pallik o'rlaydigan gap ekan. To'g'ri. Kasal karuti sizni silkishlashtirib uyg'otdi deyli. Talada yaymasakmı, neymiş qilsak, jinimizni yaxshi beqib ketaylik dedi. Mishak kelganda mush ko'zlarimda shundaq mo'ldiylab yosh chiqday deb qolgan eding, ha? O'zim shundaq bo'lsa oldim. Agar mush sahna bo'lmagan bo'lsa, men zodi bir yig'lag'im bor deb shu. Ko'zingizning qarchiqlari zodi qizarib ketibdi. Bu haroratni Mayra Adam his qildi. Mayra Adamning ko'zlarida yosh ketdi. Agar shu sahna bo'lmagan bo'lsa, men bir quchoqlab yig'labdim Mayra Adam. Tasodifiylik bizning arzu armonlarimizdan burun kelib qolishi mumkin ekan-chi. Shuningga to'qma istifa beraverdim. Uning ustiga ayolim men bakayiningizda dedi. Istifa berib chiqqandan keyin 1 yil ishimiz birga psixik o'rgandik, haqsiz maslahat berdik. 2-yildan boshlab haqliq maslahat berdik. Hozir siz da'vatgandek qilib bizni yaxshi ko'radigan funksiyalarimiz qilib bor. Har kuni o'zimizning darslarimiz bor. Ishlarimiz shunday ritmli joyiga tushdi. Biz ayol ishimiz ayolimning o'zining xizmati batdi. İstifa berib chiqib, men siz bilan birga qilay. Men sizningki mush ishni qila oladiganligingizga ishonaman debchi. Mening keynim kütüp, qo'lamga qo'l, putumga put bo'lib, hozir biz ham xizmatdosh, ham turmushda hamroh bo'ldik. Turmushimiz o'zimizningki orzusidanmi go'zal bo'lib ketib bordi aksicha.
nurg'un odam amalga oshirishni o'ylab amalga oshiramaydigan, nurg'un odam erishishni o'ylab erishamaydigan. Lekin sizning shartsiz muhabbatga erishayotgan paytlaringiz bo'lsa, uni mahkam quchoqlab oling. Bu sizning hayotingizga mo'jizani yaratadi. Xuddi inim Mavlaning mana buguniga o'xshash. Mavlan amdishga kiribdi. Uning oldidagi 30 yoshgacha tirishgan, to'xtamay izlangan, hatto nurg'un xaritalar orqali o'zini topgan Mavlan Hozir yo'q. Hozir sizlarning o'zinglarda o'tirgan 2 yoshlik shundoq umoq kichik bola holatidagi boshqalarningki muhabbatni his qila oladigan ham boshqalarni shartsiz yaxshi ko'ra oladigan bu shundoq bir 2 yoshlik buvoq Mavlan. Tashakkur sana. Mening aslida bir baxtlik er ekanligimni menga tunutding. Xuddi o'zingning aslida bir baxtlik ayol ekanligingni bilganga o'xshash. Tashakkur sana. Mening yaxshi er, yaxshi dada, yaxshi farzand bo'lganligim uchun emas. Faqat sening menda ko'rganlaring go'zal bo'lg'ashqa. Mening zinnatim aslida sening fazilating bo'lg'ashqa. Tashakkur sana. Menga Quramtash Temir palvon bulanmasammi? Meni so'yganning hammani tang so'yib murodiga yetanmasammi? Mening tushgan qalbimga sungan minnatsiz chaylaringga. Erkak deb kiyinib o'tib ochgan dag'dam yo'llaringga, dushmanning taqtini taqilib yarsiga chachgan tuzlaringga. Men baxt uchun kurash qilganlar aslida baxtlik ekandiq. Men qutqizayotgan oilam aslida qutuldirug'liq ekandiq. Men qochgan dushmanlar aslida qalbimning dog'lari ekandiq. Men qo'g'lashgan shuhratlar aslida nozik bir ko'pik ekandiq. Bu safar aslida o'zimning hayot safari ekandiq. Tashakkur sana, safarimga o'zimning og'ach kelganingga. Menga shundaq bak bir navotchaydek yiqib ketdi. Tagor, Pushkin, Rumi, kimning uslubi? Rumining uslubi. Rumining Deb bo'g'ichilikim xatosini deb bo'ldi. Lekin sizmi vashchi keltadingiz uni uchun? Qog'ozga xushxat qilib yozdirib olgan. Ming yillab uyg'onib, "Nimani bilding?" desa, "Addimni." Bu xuddi "Nimani bilding?" desa, "Hech nimani bilmaydiganligimni bildim" degan gapning o'zi ekan. To'g'ri. Shun bu sindak chiroyli xuddi. Siz shunchalik mos gapdi. Pashaxon bilan Mavlanjonning qanday yurak so'zlari bor? Pashaxon desinmi, Mavlanjon desinmi? Bugun Mavlanjon sizga Birlashtirib edi. tashakkur. Ha. Men bek hayron qoldim. Endi Mavlon meni siz bir xil qutuldingiz yoki bo'lmasa siz men kuch berdingiz deydi. Lekin men Mavlonga nima qilib berganimni ancha bek uqolmadim. Lekin mencha Mavlon meni boshqa bir odam qilib, shu ko'rib baxmagan bir odam qilib yetildirib chiqdi deb o'ylayman mencha. Mavlon tunji qitim ko'yganda men tunji qitim Pashaxonni bo'rtqanda, bilyard o'ynayotganda ko'rgan. Atisidan boshlablar yo'q ketgan. Hech qanday bir-birimizga yaxshi ko'rma, ammo degan gapmi yo'q, shu o'tib ketib bormizcha. Shuningdek amaliyotda qarang, nurg'un ayollar bir umr bir-biridan rozi bo'lmaydigancha. Yana nurg'un ayollar bir umr bir-biriga tashakkuri tugunmaydigancha. Amaliyotda bizning qalbimizdagi bu minnatdorlik tuyg'usi bo'lsin yoki qaqjirash tuyg'usi bo'lsin, qarshi taraf bilan munosabati chiqamiz ekan. Shunga she'rdagi mening zinnatim aslida sening fazilating. Ajoyib gap ma'lumchu. Ajoyib gap ma'lum. Men ishonaman, hamma insonning qalbida muhabbat bor, u faqat lekin men bersam haq beramdi, bermamdi, mushuni jazm qila olmaylikim, yo berdi yo bermaydigan bo'lib ketgan. Shu an tijorat qiladigan bo'lib ketgan-chi. Shunlashqa muhabbat degan bir bilak jafo mushaqqatdan keyin ustiga laylab chiqadigan narsa bu-chu. Muhabbat degan hamda ikki o'zini topgan odamningki, o'zini topganni billa tabriklashi. Hamma odamningki muhabbatga erishgisi bor. Mushundaq bir xil qaynoq bir tinch xotirjam bir muhabbatdan huzurlanib boqqisi bor. Amniyatda sizlarning yininglardagi eringlar yoki yo'ldoshinglar naq shu odam bo'lishi mumkin. Ammo bizning ko'zimizdan nurg'un narsa to'silib ketgancha. Buni biz faqat psixologiyaning kuchi orqali elib olishimiz mumkin. Shunlashqa biz 6 oylik shu dars o'rlashtirdik, maxsus psixologiya bilimlaridan foydalanib ayol munosabati, farzandlar tarbiyasi, uningdan boshqa shu ishga xurashlarni tugatadigan bir tinchlikqa boshlaydigan bir darslik o'rlashtirdik. Tizimlashni boshlayapmiz. Boshpatda aloqalash undarimiz va qaytib aloqalashsanlar bo'ladi. Rahmat sizga. Sizga